Assalomu alaykum, Yandex chaqiruvmiz aka. Chaqirmay o'lay, buncha kech qolding. Aka o'zi xotirjam mashodan kelyapman, yo'llar rosa probka. Qayerga boramiz o'zi? Prosta yo'lda narigi tarafga o'tamiz xolos. Ye? Yo'lda narigi betdigami? Aka shunda o'zida o'tib ko'rmabsiz-da, bo'lmasam? Ko'rmayapsanmi? Qo'limda yukim bor. Ha, qo'lingizda narsa bormidi? Ko'rmay qolibman-da, charchaganman Yandex qilib. Hozir yordam beraman, hozir. Bularni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Akajon, mana shu yukingiz bilan narigi betganmi? Ha, mana shu. Mana, qani? Nima qilganingiz bu? Yukingiz o'tdi, endi o'zingiz o'tsangiz bo'ldi. Eringan senlarni Yandexchi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bluetoothda qo'shib qo'yib ketsa bo'ladimi? Ya, onasini emsini? Bor ekanda, seriozniy asab buzmaydigan odamlar ham aka. Endi har xil odam bor-da aka. Ya, onayni rezalaga, seriozniy gapirganiga Botir Qodirovni jim turingini eshitadi deb o'ylabman. Tush aka, asamni o'zimga big'illatib qolaman. Ertaga millarda chiqib o'tirmaylik. Toshkentda bir begimot yigit Malibada bo'g'ib o'ldirildi deb. Biznes chaqirganimdan keyin ochib berishingiz kerak. Sizlar shunaqa O'zbekiston havo yo'llariga, samolyotga bilet olgansizlar. Chiqing. Rahmat. O'rgildim sendaqa bizneslarni. Shuncha pul to'laganimizdan keyin suv bermaysizlarmi? Suv bo'lsa suvda, Anjandan chiqayotgan tabiiy mahsulot Raya 6 xil ta'mi bor. Bitta ichib ko'ring shuni. Yandexchi bo'lsanglar ham nima suv ichishni bilasizlar-ya? Mana opa. Yugurib xizmat qilish kerak ekanda bunda, qani? Qani? Bularni ovqatlantirib ham qo'yish kerak ekan. Chunki Kim bu ampanmi? Bu taksist. Taksi o'zi olib tushib olib chiqib qo'yami? aka men biznesman. Hozir biznes qilaman. Opa ayting, opa. Emas jon yurak